İffat Qur'oni Karimda ko'p marta zikr qilingan. Ko'p marta zikr qilingan turli mavqelarda. Ana shulardan ba'zilarini o'rganadigan bo'lsak, qaysi narsalarni iffat deyishini ham o'rganib olamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Lil fuqara'illazina uhsiru fi sabilillah va la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifu simahum لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقون من خير إن الله به عليم. Sadaqa, xayri ihsonlar faqir odamlarga beriladi. Lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah. Allohning yo'lida boshqa narsalardan uzilib qolgan bular. Allohning yo'liga tushishganda rizq, ro'z topish, tirikchilik ziynatlari, qorin to'yg'izish, ustini but qilish kabi narsalardan mashg'ul bo'lib qolgan bo'ladi. Mana shu oyatlarni Hazrati Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning masjidlaridagi ahli suffa sahobalar haqida tushgan deyiladi. Rasulullohning hozir maqbaralarining orqasida suffa bor. O'sha suffada 400 ta sahobiy hamma tarafdan uzilib, faqat Qur'on o'rganish, shariat o'rganish, ilm o'rganish bilan mashg'ul bo'lishgan. Qiladigan ishlari shu bo'lgan. Shuning uchun ularni uhsiru fi sabilillah, Allohning yo'lida boshqa tarafdan to'silib qolgan. Daromad kelmaydi ularga, to'siq. Kasbi yo'q, ziroati yo'q, yoki bir ta'minlab turuvchisi yo'q, hech narsasi yo'q. Lekin o'zlari ajrab chiqib, xohlab shu ilm o'rganamiz, Rasulullohning yaqinlarida turaylik, har bir aytgan so'zlarini ilm olamiz, o'zimizga ma'rifat hosil qilamiz degan niyat bilan shunday turishgan. Wala yastati'una darban fil ardi. Yer yuzida borib, yurib, harakat qilib, tijorat qilib, dehqonchilik qilib, savdo sotiq qilib, demak, rizq ro'z topishga qudratlari ham yetmaydi. Chunki halidaqa turibdi holda. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ularning holini bilmaganlar sirtidan ko'rsa bular boy ekan deydi. Boy ekan deyishlarining sababi minat ta'affuf, iffatli bo'lganlari uchun. O'zi och, holi chatoq, hech narsasi yo'q. Qorini ochib, qapishib qolganidan ko'plari qorniga tosh baylashib olgan. Qaddini ko'tarib turish uchun. Lekin birovni ko'zidagi ko'z olaytirmaydi, tama qilmaydi, menga falon narsa bo'lsa edi demaydi, o'zini xuddi boydek tutadi. Iffatlari ana shu holatdan pastlashishga ularga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun ularni holini bilmagan, tanimagan, yangi ko'rgan odam, bu boy-ku bular deydi, ko'rsa, o'zini tutishidan. Ana yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Endi deydi, ularni o'zi sen qarab turgin, bularni kimligini siymosidan bilasan. Ta'rifuhum bi simahum. Siymolaridan bilasan. Hozir qarab turgin, qanday qiladi? Ular la yas'aluna an-nasa ilhafa. Borib odamlarga tixirlik qilib, so'rab, menga uni ber, buni ber, Xudoning yo'lida mayada yotibman demaydi. Ochko'zlik qilib, xiralik qilib odamlardan bir narsa so'rashmaydi. O'zlarini xuddi boydek tutib turishaveradi. Mana shuni iffatdir ekan. Demak, o'zi och, muhtoj, lekin iffatli bo'lganligidan ana shu iffati uni tilanchilikka yo'l qo'ymaydi. Yoki qandaydir o'zini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqinligini pesh qilibmi? Qur'on o'qiyotganini pesh qilibmi? Ilm olayotganini pesh qilibmi? Birovlardan bir narsa tama qilishmaydi. Mana shunga o'xshaganlarga berish kerak deydi. Lil fuqara. Ana shunga o'xshaganlarga nimani? Sadaqani berish kerak. Tilanib kelganlarga emas. Tilanib kelganlar ular iffati yo'q odamlar. Or nomusini yo'qotib qo'ygan odamlar. Shuni o'ziga kasb qilib olgan, dangasalikni o'ziga ravo ko'rgan odamlar. Lekin
haliginday bo'lib o'zini iffat bilan tutib, haqiqatini qarasang hech narsa yo'q, lekin so'ramay turibdi, o'zini ko'tarinki ruhda tutib turibdi, obro'sini saqlab turibdi, ana shularga berish kerak, beradi.